Bayden hökuməti Tayvanga vatanparvar boshqarilgan bombadan mudofaalanish sistemasini qo'llash uchun qurilish aslahalarini o'z ichiga olgan 100 million dollarlik harbiy aslahalar va mulozimatlarning sotilishini tasdiqladi. Tayvan Davlat Mudofaa Ministrligi Twitter hisobi orqali Amerikaning bu kelishimni tasdiqlaganligiga rahmat etdi. Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchisi oldinqayda agar Washington Tayvanning mustaqilligini ilgari sursa, bu ikki chong davlatning harbiy to'qinishga kirib qoladiganligini aytgan edi. Germaniya Bosh ministri Olaf Scholz, Fransiya prezidenti Macron va Polsha prezidenti Duda Berlinda Ukraina-Rossiya krizisini muzokara qildi. Ularning Yevropadagi sheriklari bilan quyuq suhbatlashayotganligini bayon qilgan Scholz, bizning o'rtaq maqsadimiz Yevropadagi urushning oldini olish dedi. Xitoyning Falkland oroli haqidagi so'zlari Angliyaning g'azabini keltirdi. Falkland oroli Xitoy va Argentina prezidentlarining kun tartibida bo'lgan edi. Xitoy rahbari Xi Jinping Argentinaning bu orollarning egilik huquqi to'g'risidagi tashabbusini qo'llaydiganligini va Angliyaning bu orollarning kontrolligini Argentinaga qaytarib berishi kerakligini aytdi. Angliya tashqi ishlar ministri Liz Truss Xi Jinpingning so'zlariga ijtimoiy aloqa to'g'rida javob qaytardi. Truss mundaq dedi: Falkland oroli Angliya oilasining bir qismi. Biz ularning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'g'daymiz. Xitoy cho'qim Falklandning egilik huquqiga hurmat qilish kerak. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev oldinqayda qurilgan Alixon Ismoilov boshchiligidagi yangi hukumatning tunji kengaytirilgan yig'iniga qatnashdi. Sin orqali yig'inga ulangan To'qayev so'zida birinchi oydagi voqealar Qozog'iston vaziyatini tubdan o'zgartirdi dedi. Yaponiya Avam palatasi qaror ma'qullab, o'zlarining o'z davlati va rayonning muqimligini umid qiladigan Ukraina xalqi bilan ittifoqlashadiganligini jakarildi. Qarorda Yaponiyaning Ukrainaning egilik huquqi va zamin butunligini izchil qo'llaydiganligi ta'kidlangan bo'lib, Yaponiya hukumatidan Ukrainada demokratiyani ilgari surish, rayonning tinchligi va muqimligiga tuhfa qo'shish va G7 davlatlarini o'z ichiga olgan xalqaro jamiyat bilan hamkorlik o'rnatish talab qilingan. Xabar qilinishicha, Germaniya taftish organlari mashinasi soatiga 417 kilometrlik surat bilan mingan chig'liq millioner Radim Palsir haqida tekshirish boshlagan. Egilanishicha, Radim o'tgan yili Sakson-Anhalt tosh yo'lda suratdan oshirib mashina haydagan bo'lib, buni YouTube kanaliga yo'llagandan keyin Germaniya taftish organlarining diqqatini qo'zg'agan. Uning 2 yillik qamoq jazosi bilan sotlanganligi xabar qilinmoqda. O'tgan juma kuni Beyjingda boshlangan qishliq olimpikning ichilish marosimida bir Uyg'ur ayol tanarkachining mash'al tutashtiruvchi bo'lib tanlanishi diqqat tortdi. Oqsaroy bayonotchisi Jin Pisaki bu vaqtda to'xtalib, bir Uyg'ur tanarkachining Beyjing qishliq olimpikning ichilish marosimida mash'al tutashtirishiga tanlanishi Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga bo'lgan diqqatni burayolmaydi dedi.